Assalomu alaykum. Komplekt pichoqlarimiz tayyor bo'ldi. Yozuvlarni ham yozdirib qo'ydik, tayyorlab, chiroyli qilib. Orqa tomoni bo'sh, orqasiga ism yozdirsangiz bo'ladi. Xo'p, umuman yozilmagani ham bor. Ularga imino logotipni biron qanaqa bo'lsa yozib berishingiz mumkin bo'ladi. Gullarimizni ham ikki xilda qildik. Ikkovi ham paxtaga qilib. O'zimizning logotiplar bilan chiqasizlar. Bular xuddi shunday jomadonlarga solinadi. Komplekt qilib chiroyli qo'yiladi. Mabodo ustiga bunday ABS plaslardan yozdirsangiz, imino chiroyli chiqadi, sog'liga ham juda chiroyli chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram yoki telefonlar orqali aloqaga chiqsangiz, narxlarni kelishtirib, dastavka qilib beramiz.